Assalomu alaykum hurmatli Korzinka mehmonlari. O'zbekistondagi eng yirik ko'k meva yetishtiruvchi Qibraydagi hamkorimizning plantatsiyasiga xush kelibsiz. Ishonch, ulkan ko'lam va texnologiya barchasi ushbu 38 gektar maydonda birlashgan. Bu yerda ulkamizning quyosh nurlari ostida Iskarzinki ko'k mevasi dunyoga keladi. Yaqin yillargacha ko'k meva tanqis rezavor sanalardi. Endi esa u ommabop, hamyonbop va Korzinka do'konlari assortimentida xaridorlar uchun hozir u nozir. Eng sara ko'chatlarimiz Gollandiyadan olib keltirilgan. Ularni aynan bizning iqlimimizga moslab maxsus yetishtirishgan. Bu yerda ham erta pishar, ham kech pishar navlar bor. Shu sababli hosilni maydan iyulgacha yig'ib olamiz. Bizda rezavorlar tanlab terilgandik. Yiriklari ham, o'rtachalari ham uchraydi. Har donasi yetilib pishgan, qassillagan, shirin va hatto ko'pchiligimizga xush yoqadigan o'sha yoqimli nordonligi bilan. Fermerlar bir rezavorni bir varaqayaga 3 donasini tachish kerak deyishadi. Shunday qilsa, mevaning to'liq ta'mini his qilarkansiz. Biz ko'k mevani eng yetilgan paytda teramiz. O'sha kungi o'zida qadoqlab, Korzinkaga jo'natamiz. Siz yangi uzilgan mevadan bahramand bo'lishingiz uchun. Xuddi novdadan uzilgan zahoti sizning dasturxoningizga qo'yilgandek. Iskarzinki meva va rezavorlari daladan peshtaxtagacha to'liq nazorat ostida yetishtiriladi. Ko'k meva asl, mahalliy, yetilib pishgan Korzinkada